4. Bab. Odam ota ayoli Havo ona bilan birga bo'ldi. Havo ona homildor bo'lib, bir o'g'il tug'di. U Parvardigorning yordami bilan bir o'g'ilga ega bo'ldim dedi va ismini Qobil deb qo'ydi. Keyin u yana bir o'g'il tug'ib, ismini Hobil deb qo'ydi. Ikki yildan cho'ng bo'lgandan keyin Hobil podsho bo'ldi. Qobil bo'lsa dehqon bo'ldi. Hosil mezgili kelganda Qobil yerning mahsulotidan ilib Parvardigorga taqdim qildi. Hobilmi qo'y podisi ichidan tunji tug'ilgan qo'zlardan so'yib, toza semiz yerdan Parvardigorga taqdim qildi. Parvardigor Hobilni va uning sovg'itini qabul qildi. Biroq Qobilni va uning sovg'itini qabul qilmadi. Buningdan intayin xafa bo'lgan Qobilning chiroyi tutilib ketdi. Shu chog'da Parvardigor Qobilga: "Nemishqa xafa bo'lasan? Chiroying nemishqa tutilib ketdi? Agar durust ish qilgan bo'lsang, seni mu qabul qilgan bo'lardim. Biroq yomonlik qilsang, gunoh xuddi eshik oldida etilmoqchi bo'lib turgan yavo itga o'xshash sening vujudingni chirmab oladi. U seni o'z ilkiga olmoqchi bo'lsa-mu, lekin sen uni yengishing lozim", dedi. Keyin Qobil inisi Hobilga: "Yur, dalada sayr qilib kelayli", dedi. Ular dalada vaqtida Qobil inisiga qo'l silib, uni o'ltiribdi. Parvardigor Qobildan: "Ining Hobil qani?" deb so'radi. "Bilmayman. Men inimning boquvchisidim", deb javob berdi u. Parvardigor kayindilla uni: "Bu nima qilganing? Iningning intiqom olishi uchun dod faryod qilayotgan qini menga ko'rinib turdi. Sen endi la'natga uchraysan. Buningdan keyin bu yerda turamaysan. Chunki sen iningni o'ltirding. Yerga qon to'kding. Sen yerga ishlagan taqdirdamu yer sana hosil bermaydi. Sen endi sarson bo'lib, yer yuzida sargardonlikda yursan", deb aybladi. Buni anglagan Qobil Parvardigorga mundoq dedi: "Men mundoq ig'ir jazoni ko'taramayman. Sen meni bu yerdan qo'g'lab, huzuringdan haydayotsan. Men endi uy makonsiz sarson bo'lib, yer yuzida sargardonlikda yuraman. Meni ko'ganlik kishi o'ltirib yetdi." Lekin Parvardigor: "Yo'q, seni o'ltirgan kishi 7 hassa qattiq jazolandi", dedi. Shuning bilan Parvardigor Qobilni o'ltirmoqchi bo'lganlarni ogohlantirish uchun uning peshonasiga alohida belga qo'yib qo'ydi. Buning bilan Qobil Parvardigorning huzuridan chiqib, Eram bog'ining sharq tarafidagi Not degan joyda o'tiraqlashib qoldi. Qobil ayoli bilan birga bo'ldi. Ayoli homildor bo'lib, bir o'g'il tug'di. Uning ismini Hanoh qo'ydi. Qobil bir shahar bino qilib, shaharni o'g'lining ismida otdi. Hanohdan Irod töreldi. Iroddan Mehuyayil töreldi. Mehuyayildan Metushoyil töreldi. Metushoyildan Lamik töreldi. Lamik 2 xotin oldi. Birining ismi Oda, yana birining ismi Zilla idi. Oda Yabolni tug'di. Yabol ko'chman molchilarning bovisi bo'ldi.
Uning inisining ismi Yubal edi. Yubal Chiltar va Ney chalg'uvchilarining piri bo'ldi. Zilla Tubal Qoyin degan bir o'g'ilni tug'di. Tubal Qoyin Tuch, to'mir jabduqlarini yasovchilarning piri bo'ldi. Tubal Qoyinning Nayima ismli bir singlisi bor edi. Lamik ikki ayoliga po etib, mundaq dedi. Ey Odi bilan Zilla, so'zimga quloq selinglar. Ey ayollarim, ko'ngil qo'yib anglanglar. Manga chiqilgan bir odamni o'ltirdim. Meni urgan bir yoshni o'ltirdim. Qobilni o'ltirguchi 7tasi jazolansa, meni o'ltirguchi 77tasi jazolanadi. Odam ota yana o'z ayoli bilan birga bo'lish natijasida ayoli bir o'g'il tug'di. Hava ana, Xudo menga Qobil o'ltirayotgan Hobilning o'rniga bir o'g'il berdi, dedi. Shunga u ismini Set, Xudo berdi deb qo'ydi. Setdan bir o'g'il tug'ilib, ismi Enosh qo'yildi. Mana shu chog'dan boshlab odamlar Parvardigorga ibodat qilishga boshildi.